Allohdan so'raylik, mana ko'p shu dokument topshirgan, talabalik niyatda yurganlar ko'plari duo so'rashyapti. O'zimiz ham shu bolamiz yo o'zimiz imtihonga harakat qilganimizda hayajon bo'ladi, harakat bo'ladi. Xudodan so'raymiz, Allohdan so'raylik. Shu yurtimizda adashmasam bir necha yuz minglab topshirganda hammalarini Alloh noumid qilmasin. O'sha joylarga kirib, o'qib, talabalik baxtini Alloh nasib qilsin. O'sha kirgan o'qishlarida xalqimiz uchun, o'zlari uchun, kelajagimiz uchun foydali ilmlarni olib, kelajakda xalqimizning foydasiga asqatadigan kimdir bo'lib yetishib chiqishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hammalarimiz ham farzandlarimiz kelajakda xalqiga, vataniga, diniga asqatadigan, odamlarga foydasi tegadigan, ota-onasiga rahmat olib beradigan farzandlar bo'lishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bir rahmatga.